Ramazon oyi munosabati bilan yangiliklarimiz juda ham ko'p. Ya'ni 37 million so'm to'lov bilan hech qanaqa ish haqqisiz, hech qanaqa kafillarsiz xarid qilsalar bo'ladi. O'zini summasini hech qanaqa foizlarsiz bo'lib to'lash to'lov turi ham ochildi, hurmatli obunachilar. Obunachilar like bosib qo'yib, videoni ilamarkiga qiziqadigan, haval olmoqchi bo'layotgan yaqin tanishlarga jo'natamiz. Ramazon oyi munosabati bilan Haval Qarshi avtosalonidan juda ham zo'r yangilik. O'sha siz yoqtiradigan, siz sevadigan eng byudjetli Haval M6 lar uchun Ramazonda juda ham zo'r yangilik. Ya'ni hech qanaqangi foiz peniyasiz o'zingiz nomingizga chiqadigan rasrochkalar rasman Haval Qarshida ochilibdi. Endi ularni tartib qoidasi bor. Qancha so'mma to'lab necha yilgacha chiqarsa bo'ladi, oliy to'lovlar qanaqa bo'ladi, shu yangiliklarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Hamma so'raydi, o'zi puli kamlar uchun qancha pul bilan shularni chiqarsa bo'ladi deganlar uchun Haval M6 modellarini Haval Qarshi avtosalonidan boshlang'ich 37 million so'm pul bilan ham chiqarib ketish imkoniyatlari bor. Ularning ham tartib qoidalari bor. Menejerdan to'liq kirib gaplashamiz. Rasrochkaga 1 yildan 3 yilgacha hech qanaqangi foiz peniyasiz chiqarsanglar bo'ladi. Ularni ham oliy to'lovlarni o'sha kompyuter grafiklarida necha puldan chiqishlarini chiroyli qilib hisoblab ko'rsatishga harakat qilamiz. Agarda siz Haval modellariga qiziqsangiz, istalgan Haval modeli Haval Qarshi avtosalonida nalichida mavjud. Kelib bir kunda xarid qilasizlar. Pastda menejer raqamlarini qo'yamiz. Xudo xolasa aynan bizning kanalimiz obunachilariga YouTube, Instagramda Sardorbek o'zidan ko'rib kelgan obunachilarga ana shu Haval Qarshi avtosalonidan xarid qilib ketayotganingizda chiroyli sovg'alar qo'shib beriladi. Haval Qarshi avtosaloni ichkarisiga kiramiz, menejer bilan videorolikimizni boshlaymiz. Videoga like bosib, marka olmoqchi bo'lgan yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz akalar. Boshladik. Yana bir bora assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardorbek aka, xush kelibsiz Haval Qarshi avtosalonimizga. Ramazon oyi munosabati bilan yangiliklarimiz juda ham ko'p. Birin-ketin boshlab aytib beramiz. Ayniqsa Haval M6 avtomobilimizga ko'proq qulayliklar boshlandi. Boshlang'ich 15% to'lov bilan, ya'ni 37 million so'm to'lov bilan hech qanaqa ish haqqisiz, hech qanaqa kafillarsiz avtokreditga xarid qilsalar bo'ladi. Milliy stavkalarimiz ham past bo'ladi. Minimal summa Haval M6 uchun hozirda 37 million so'm pul bor ekanimiz kelib chiqarsa bo'ladi. Albatta, kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hurmatli obunachilar, bu avtomobilning 15% boshlang'ich to'lovi hisoblanadi. To'liqroq ma'lumot berib o'tamiz bugungi videolarimizda. Bundan tashqari, Haval M6 avtomobilimizga o'zini summasini hech qanaqa foizlarsiz bo'lib to'lash to'lov turi ham ochildi, hurmatli obunachilar. 30% dan boshlab boshlanadi, 36 oy muddatigacha uzoq muddat ketaveradi. 50%, 70% to'layverasiz. Demak, tushunishim bo'yicha, xohlasak, kamroq summa bo'lsa, bank orqali chiqarib ketsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Yo'q, menga foiz kerak emas, penya kerak emas desa, o'zimning nomiga rasrochka chiqarib berasiz. Hech qanaqa ustiga pul qo'shilish yo'q, foizlarsiz bo'ladi Sardorbek. Eng uzoq muddat necha yilgacha bo'lib to'lashga chiqadi? Eng uzoq muddat 36 oy muddatigacha, ya'ni 2 million 500 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Oyma-oy 36 oy muddatigacha. Kalkulyatorni olib bemalol o'zlarining telefonlarida hisoblab ko'rsalar ham xuddi shu summa kelib chiqadi Sardorbek. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytishimiz kerak. Haval M6 necha xil komplektatsiya, aniq naqd pulga o'zi narxlari qanaqa? Xo'p bo'ladi. Haval M6 3 xil komplektatsiyamizga ega bo'ladi. Birinchi komplektatsiyamiz 249 million 900 ming so'm, ya'ni mexanika varianti bo'ladi. Ikkinchi komplektatsiyamiz ko'rib turgan modelingiz bo'ladi. Bu pozitsiyamiz 259 million 900 ming so'm hisoblanadi. Uchinchi komplektatsiyamiz 279 million 900 ming so'm bo'ladi. Avtomobilimiz ham tayyor turibdi. Bu eng full komplektatsiyamiz hisoblanadi Sardorbek aka. Hozir bu ikkinchi pozitsiya, bu uchinchi pozitsiya hisoblanadi. Bu 259 million 900 ming so'm, 279 million 900 ming so'm. Qanaqa asosiy farqlari qanaqa? Asosiy farqlarimizga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizda tumanka bo'lmaydi. Beskulchoy dostуп avtomobilimizda bo'lmaydi. Nikel qoshlari, cruise kontrollari, orqa kameralari, parktroniklari bo'lmaydi. Lyuki yo'q bunda. Lyuki ham bo'lmaydi. Asosiy farqi 7 ta farqi bor. Bu full komplekti. Eng full komplektatsiya. Hozir sanab o'tgan komfortlarimizni hammasi bu avtomobilda mavjud Sardorbek aka. To'lov turlarimiz naqd, eslatib o'tamiz, avtokredit hamda foizsiz rasrochka. Foiz stavkalarimiz ham tushgan, hurmatli obunachilar, kelib bir kun ichida 7 ta 8 tacha sovg'alarimiz bor. Kelib xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Demak, avtomobillar nalichiga turibdi, kelib kutish yo'q. Yo'q, keladi haydab ketadi. Albatta, bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi, ya'ni. Yana o'sha foizsiz bo'lib to'lashga to'xtalsak. Albatta. Misol uchun Haval M6 yarim puli bor mijozlarimiz bor. 50% ga naqd ketadiganlar bor. Bo'ladi.
shularga qanaqa taklif bor? Necha yilgacha foizsiz beramiz? Ularni, например, oylik to'lovlar qanaqa bo'ladi? Haval M6 avtomobilimizga boshlang'ich to'lov 50% ni bersangiz, ya'ni 260 millionli avtomobilimizni olsak, 130 million so'm to'lov qilsalar boshlang'ich to'lovga, qolganini 18 oy muddatigacha 7 million 200 ming so'm bilan 18 oy muddatiga bo'lib to'lab bersalar bo'ladi. Oddiy kalkulyatorga olib, kalkulyatorda hisoblasalar bemalol kelib chiqadi xuddi shu summa. Ustiga foiz chiqarsa, hech qanaqa peniyalar yo'q, ish haqi talab qilmaymiz. Kredit tarixingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi bizga. Tushunarli. Kecha bitta mijoz aloqaga chiqdi. Qayerdaman adashmasam, qarang. Kredit istoriyasi yomon, chornida ekanman, lekin yaxshi biznesim bor, oylik to'lovdan muammo bo'lmaydi. Qanaqa taklif bera olasizlar dedi. Nima takliflar bor? Takliflarimiz bor albatta. Asaka bank orqali xarid qilsalar bo'ladi, ya'ni qanday? 50% boshlang'ich to'lov to'lasalar, yillik stavkasi 3 yilga olsalar 25, 4 yilga yoki 5 yilga olsalar 26-27% ni tashkil etadi. Kredit tarixiga qaramaydi, ya'ni. Bu mijozlarimiz uchun ham takliflarimiz bor. Kelib xarid qilsalar bo'ladi, hech qanaqa noqulaychiliklar bo'lmaydi. Xo'p, Haval modellari hozir sotuv juda ham yaxshi ketyapti o'zi. Xo'p, endi hozir Qarshidagi rasmiy avtosalon, to'g'ri-ya? Rasmiy avtosalonda servis, zapchast, garantiya bo'lishi kerak. Sizlarda qay tarzda yo'lga qo'yilgan? Avtosalonimizda bizning servislarimiz mavjud. 2 yildan buyon bepul xizmat ko'rsatadi mijozlarimiz uchun. Kelib, bemalol servislarimizdan foydalansalar bo'ladi. Zapchast tomonlama ham hech qanaqa muammochiliklar yoki noqulaychiliklar bo'lmaydi, Sardor Bey aka. Demak, zapchast, servis, usta masalasi hammasi bor. Servis tomonlama hammasi bor. Kelib, bir kun, uzog'i 3 kun ish kunida mijozlarimizga zapchast tomonlama yetkazib beriladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, hozir M6larda aynan qanaqa motor turibdi? Rasxod qanaqa bo'ladi? Xo'p bo'ladi. Haval M6 avtomobilimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ikkinchi komplektatsiyamiz bu uchala pozitsiyasiga ham bog'liq bo'ladi. 1.5 turbina, 140 ot kuchi motorlari Nemetskiy Bosch brendiniki bo'ladi. Avtomobilimizning qulayliklari, hadovoylari mustaqil podviskaga ega, ya'ni balonlari o'zimizning mana yo'llarimizni bilasiz, sal yomonroq. Garmoshkaga har bir balon mustaqil ravishda chiqib tushadi. Bu ya'ni salon qismimizga keladigan bo'lsak, yumshoqlikni, qulaylikni beradi. Noqulaylikni umuman bermaydi. Salon qismimiz keng, klimat kontrollarimiz bor, cruise kontrollarimiz bor avtomobilimizda, faralarimiz lazerli LED bo'ladi. Klimat kontrollarimiz orqa salon qismimizga ham o'tgan bo'ladi. Bagajimiz 808 litr sig'imni tashkil etadi. Parktroniklarimiz bor, zadniy kameralarimiz bor. Eng full komplektatsiyamizda aytilgan komfortlarimiz bor. Ikkinchi komplektatsiyani boya sanab o'tdik. 7 tagina farqi bor. Avtomobilimizda kelib, avtomobilimizni bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Xo'p, Haval avtomobillariga gaz qo'ysa bo'ladimi? O'zlaringiz qo'yib berasizlarmi? Garantiya bo'ladimi? Xo'p, Sardor Bey aka, Haval avtomobillariga Porsche'ni 4 ta bo'ladi motorni. Bu degani gazga hech qanaqa noqulaychiliklar bo'lmaydi. Metan ham, propan ham bemalol tushib ketadi. Gazga keladigan bo'lsak, gazga garantiya mijozlarimizda o'zlariga ham ma'lumot berib o'tamiz. Garantiyadan chiqib ketishadi, lekin biz o'zimizning mijozlarimizga garantiyada qanday xizmat ko'rsatayotgan bo'lsak, mijozlarimizga xuddi shu xizmatni ko'rsatamiz. Ya'ni kelsalar, noqulaychiliklar bo'lmaydi, servislarimizda ham bemalol garantiyada qanaqa xizmat ko'rsatsak, shunaqa xizmat ko'rsatamiz. Demak, gaz o'rnatsa bo'ladi. Ya'ni bo'ladi, albatta. Xo'p, Vibur ko'p, davom etamiz. Bu model haqida ham qisqaroq ma'lumot beraylik. 9 ma'lumot avtomobilimizga ma'lumot berib o'tamiz. Haval H9 avtomobilimiz 2 turbina, 218 ot kuchiga ega bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Off-road, ya'ni 4 ta balon tortadi, yo'l tanlamas avtomobilimiz. Bu avtomobilimizda komplektatsiyaga boy avtomobil hisoblanadi, ya'ni ikkita sideniyalarimizda massaj, perforatsiyali, pamyat sideniya, obduf, abogreflarimiz bor. 6 xil rejimda avtomobil harakatlanadi. Orqa tomonda ham klimat kontrollarimiz o'tgan. Avtomobilimizda 220 volt rozetkalarimiz ham mavjud. Inson iste'moli uchun foydalansalar bo'ladi, ya'ni 7 mesta bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 220 volt, 700 watt hisoblanadi. Sideniyalarimiz yotqizilsa, bagaj o'rnini ham egallaydi. Qo'shimcha bagajimiz ham bor orqa tomonida, bemalol foydalansalar bo'ladi. 15 kilogacha yuklarni oladi. H9 necha xil komplektatsiyada? Hozirgi kunda narxlari qanaqa? Tushunarli. 2 xil komplektatsiyasi bor. 534 million 900 ming so'm, 569 million 900 ming so'm. Hamda matvisi bor. 579 million 900 ming so'm bo'ladi. Sotuvda mavjud, oq, qora, matvi rangi sotuvda mavjud. Kelib, bu avtomobilimizni ham 7 ta sovg'asi bilan bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Bunda naqd yoki avtokredit to'lov turi orqali xarid qilasiz. Foiz stavkalarimiz tushgan, ya'ni
22.9, 21.9. Imtiyozli avtokreditlar demak bunda. Avtokreditlarimiz ham bor. Nalichida bormi yo'q kutish kerakmi? Nalichida bor yo'q, hammasida. Istalgan rangingizda nalichida mavjud. Xo'p, navbatdagi model. Haval Dargo avtomobilimiz hisoblanadi, Sardorbek aka. Bu avtomobilimiz ham 2 turbina 211 ot kuchiga ega bo'lgan avtomobilimiz hisoblanadi. 2 xil komplektatsiyasi bor. Haval Dargo avtomobilimizni 399 million 900 ming so'm, 429 million 900 ming so'mlik pozitsiyalarga ega bo'ladi. Bu birinchi komplektatsiyasi 399 million 900 ming so'm. Mustaqil podviskaga ega, sideniya massajlarimiz bor. Undan tashqari avtomobilimiz off-road 8 xil rejimda harakatlanadi. Birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiya farqi nimada? Ikkinchi pozitsiya bilan birinchi pozitsiyani farqi gabaritda emas, ot kuchlarida yoki ichki komplektatsiyasida farqi bo'ladi, Sardorbek aka. Xo'p, kelsangiz bu avtomobilimizni bu birinchi pozitsiyasi, slipoy zonamiz yo'q. Birinchi farqi. Undan tashqari eko koja bilan ikkinchi pozitsiyasida Alcantara ishlatilgan bo'lardi. Bunda faqat eko koja ishlatilgan, perforatsiyali emas. Bu perforatsiyali bo'ladi. Bunda sideniya abagrev bor, abduf bo'lmaydi. Sideniya masaj bo'lmaydi. Albatta, sideniya masaj bo'lmaydi. Undan tashqari ichki komplektatsiyalarda hamda 220 volt toki bo'lmaydi. Farqlari shunda. Demak, bitta kuzovga yig'ilgan motor bir xil. Albatta, ichki komfortlarida farqi bo'ladi. Ikkitasi ham polni привод, ikkalasi ham polni привод bo'ladi. 8 xil rejimda harakatlanadi, Sardorbek. Narxlari? Narxlari 399 million 900 ming so'm, 429 million 900 ming so'm hisoblanadi. Bo'lib to'lashga qanaqa chiqaramiz? Naqd avtokredit lizing rassrochkamiz mavjud, ya'ni sizning nomingizda emas, bizning o'sha firmamizning balansida 0 bo'lmaguncha bo'ladi. Hech qanaqa muammochiliklari yo'q. O'zimizning rasmiy lizing kompaniyamiz hisoblanadi. Foizsiz xarid qilsangiz bo'ladi ya'ni. Lekin hozir M6 Julio'larda o'zim nomiga chiqgan rassrochka bor. Ikkalasining farqi bor-a? Ikkalasining farqi o'zingizning nomingizda yokida, xo'p, o'sha bank orqali xarid qilsangiz, o'zingiz nomingizda, biz orqali xarid qilsangiz, bizning o'zimizning balansimizda 0 bo'lmaguncha bo'ladi. Demak, bularni rassrochkasi lizing rassrochka bo'ladi. Firma nomida turadi mashina. Xuddi shunday. Bu M6 Julio'larda o'zingiz nomingizga chiqadi, shaxsiy memor taqasiz. Lekin u ham foizsiz. Ikkalasi ham lekin ikkalasi ham foizsiz. Ikkalasidan ham hech qanaqa mijozlarimiz hech nima yutqazishmaydi. Foydalanishsin, xarid qilishsin, bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi yani. Sardorbek aka, keling endi Haval Julion avtomobilimiz haqida eng ko'p talab ko'p, eng ko'p qiziqish bo'layotgan ma'lumot berib o'tamiz. Bu avtomobilimizda ham to'lov turlarimiz naqd, avtokredit, rassrochka hamda lizing rassrochkalarimiz mavjud. Ya'ni o'zingizning nomingizga Haval M6 avtomobilimizda aytib o'tganimizdek foizsiz bo'lib to'lash to'lov turlarimiz mavjud. Kelib, bir kun ichida istalgan rangingiz, istalgan pozitsiyangiz bor. Birinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900 ming so'm, uchinchi pozitsiyasi 329 million 900 ming so'm hisoblanadi. Ko'rib turgan pozitsiyangiz eng full komplektatsiya hisoblanadi. Bu avtomobilimizda 1.5 turbina motor, 143 ot kuchi bor. Slipoy zona, beskulchoy dostуп sensorli bo'ladi. Sideniyalarimiz perforatsiyali, abduf, abagrev, orqa salonlarimiz abagrev, rul abagrev, laboy abagrev, avtoparkovka, avtotormojeniya 360 sputnik orqali olib beradi. 9 zonali klimat kontrollarimiz bor. Avtomobilimizda 4 ta rejim, Eco Sport, normal hamda qishki rejimlari bor. Orqa sideniya abagrevlarimiz mavjud, salonlarimiz keng hisoblanadi. Bagaj sig'imimiz ham ko'rishingiz mumkin 404 litrni tashkil etadi. Avtomobilimiz tayyor. Kelib, bu avtomobilimizni ham xarid qilsangiz, bizdan istalgan avtomobilni xarid qiling, hurmatli obunachilar. 7 ta hamda 8 ta sovg'amiz bor. Nega 7 ta hamda 8 ta deyapman? 7 ta sovg'amiz avtomobilga, 8-sovg'amiz o'zingizning ro'zg'oringizga, ya'ni sovg'alarimiz mavjud. Kamayib qoldi, ko'rdingiz. Oyning boshidan beri Sardorbek aka videolarni olib ko'rsatib bormoqdamiz. Bu o'yinimiz haqqoniy hisoblanadi, o'zi qolmadi. Mijozlarimiz xarid qilib, har bir avtomobil xarid qilgan mijozimiz bitta sovg'a yutib ketishadi. Xo'p, Julionda qanaqa motor turibdi? Necha litr o'rtacha rasxod qiladi? 1.5 turbina, 143 ot kuchi, Nemetskiy Bosch brendining motori turibdi. 7,5-7 litr shahar ichi. 5-6 litr shahardan tashqari yo'llarda albatta rasxod qiladi. Xo'p, bo'lib to'lashga qanaqa tartib bo'ladi? Bo'lib to'lashga qanchalar pul bilan kelishsa bo'ladi? Albatta, 30% to'lasalar 12 oy muddatiga, 50% 18 oy, 70% hozir 50% 18 bo'lsa, 60% 24 oy, 70% 36 oy muddatigacha foizsiz bo'lib to'lashlar mavjud.
Bitta narsani ta'kidlab o'taman. Xo'p, 50% to'lab turib 2 yilga olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz. Oylik to'lov masalan 7 million, 8 million atrofida chiqayotgan bo'lsa, 2 yilda 6,5-4 millionni faqat 6% tashkil etadi. Bu menimcha juda chiroyli foiz hisoblanadi. 6% degan 2 yilda mashinangiz ustiga 8 million so'm pul minadi degani. 1 yilda 4 million. Bu ham juda ham qulay bo'ladi. Oylik to'lovingiz 7,5-8 milliondan chiqmaydi, 6 million, 200 ming so'm atrofida chiqib keladi Sardorbek aka. Yengillik 3 yil bo'lsa 12% bo'ladi. Masalan, 12% ham juda ham qulay. 1 yilda 10 million so'mni avtomobilingizga tashkil etadi ya'ni. Demak, qulay shartlarda xarid qilish imkoniyati mavjud. Albatta, xarid qilsalar bo'ladi. Zo'r. Xullas, pastda raqamlaringizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsa, qaysi model xarid qilmoqchi, qaysi necha pul bilan kelsa vigidni bo'ladi, hisoblab chiroyli qilib berasiz. Bemalol hisoblab, internet tarmoqlarida chiroyli bonuslarda qilib berish siz zimmangizda. Albatta, Sardorbek aka kelsinlar. Bu YouTube orqali kelayotgan mijozlarimiz juda ham ko'p. Ular ham mamnun kelib bemalol o'zimizni ko'rishyapti, bemalol sizni ko'rdik deb kelishyapti, ma'lumotlarni berib, hatto avtomobil xarid qilgan mijozlarimiz ham bor. Kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Haval H6 avtomobilimiz eng Haval oilasida restyling hisoblanadi. Nimalar o'zgardi endi? Avisovkalarimiz o'zgargan bo'ladi. Undan tashqari elektronik bagajlarimizga sensorli oyoq bilan bemalol bagaj ochish tizimlari qo'yilgan. Undan tashqari salon qismimizda skort licheylarimizga qarasangiz, skort licheylarimiz rulda qo'yilgan, juda ham qulay. Salon qismimizdagi barlarimizga o'zgartirish kiritilgan, qolgan hamma funksiyalari bir xil bo'ladi. Ya'ni pamyat sideniyalarimiz qo'shilgan, skort licheylarimiz qulay holatda turibdi. Avtomobilimizning salon qismi keng hisoblanadi, ko'rishingiz mumkin. Balonlari black piano. Bagajlari ham keng hisoblanadi, ya'ni 600 litrni tashkil etadi. Elektronik bo'ladi, ya'ni elektropaket bo'ladi. Subwoofer joylashtirilgan zapas balonimizning ichida. Akustika tizimi juda ham qulay, juda ham yaxshi. Elektronik hisoblanadi. Detskiy rejimlarimiz bo'ladi. Bu avtomobilimizda ham sotuv to'lov turlari bor. Naqd avtokredit hamda lizing rastrojkalarimiz mavjud. 4 xil komplektatsiyamiz bor. 324 million 900 dan boshlanadi, 354 million 900, 369 million 900 hamda bular 1,5 turbina haqida. 2 turbina avtomobilimiz ham buni off-road bor, ya'ni motor jihati 2 turbina bo'ladi, off-road bor. Unda 389 million 900 ming so'm tannarx hisoblanadi. Hozir ko'rib turgan pozitsiyangiz 369 million 900 ming so'mlik. Buni ham bemalol kelib past foizli avtokreditlarimizdan xarid qilsalar bo'ladi. Xullas, bunga ham telefon qilsa, o'sha necha pul summasi borligini aytsa, keyin siz 3 yilga, 5 yilga oylik to'lov qanaqa qilishini tashlab berasiz hisoblab. Albatta, hisob-kitob qilib beramiz. Telegram orqali, Instagram orqali, Facebook, WhatsApp, internet tarmoqlarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Endi Haval Wingle 7, ya'ni pick-up variantidagi avtomobilimiz haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Bu avtomobilimiz o'zi bir xil komplektatsiyada bo'ladi. Narxi 359 million 900 ming so'm hisoblanadi. Off-road avtomobilimiz hisoblanadi. 1 tonna, 1,5 tonnagacha yuklarni oladi. Dugalari tayyor holatda turibdi. Motorlari 2.4 Mitsubishi motorda turibdi. Undan tashqari germetika qilingan hisoblanadi. Ramli mashina. Bemalol ishga qo'shaman yoki o'zini nima deydi, qiziquvchi akalarimiz bor, ovga qiziquvchi akalarimiz bor, kelib xarid qilsalar bo'ladi. Tayyor holatda turibdi. Yo'l tanlamaydi. Komfort jihatdan ham bemalol elektropaket, koja sideniyalarimiz, rejimlarimiz, cruise kontrollarimiz, klimat kontrollarimiz hammasi bo'ladi. Salon qismimizga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Keng hisoblanadi. Kelib bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Bunga gaz tushadi-ya? Bemalol, bu atmosferniy motor hisoblanadi. Bunga metan, propan, Haval oilasidagi istalgan avtomobilga metan ham, propan ham tushadi. Zo'r. Demak, Havalni qanaqa modeli kerak bo'lsa, hammasidan bor, xudo xolasa. Bo'ladi, albatta, hammasidan bor. Nalichida. Manzil qayerda? Qashqadaryo qayerda? Manzilimiz eslatib o'tamiz. Qarshi shahar Jayxun ko'cha 33-uy Nasaf bozori, ya'ni mashina bozor ro'parasida joylashgan. Kelib bemalol bir kun ichida avtomobillarimizni xarid qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi, ya'ni. Ish kunlari yakshanba kuni kelsa bo'ladimi? Haftaning 7 kuni, albatta. Yakshanba kuni ham bemalol ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz, hurmatli obunachilar. Hammangizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Kelib bir kun ichida avtomobillarimizni xarid qilib 7 ta hamda 8 ta sovg'alarimizga ega bo'ling. O'sha sovg'alar aynan
Nima sovg'alar bo'ladi? Aynan eslatib o'tamiz. Aniqlashtiraylik. Radiatorlarimizga hozirgi kunda bahor kelmoqda, pashshalar ko'p bilasiz o'zingiz, himoya qilish uchun radiator setkamiz mavjud. Poliglarimiz, salon poliglarimiz mavjud. Undan tashqari orqa yon oyna tonirovkalarimiz mavjud. Podnomerlarimiz hamda brizgavik, eng asosiysi Renova rossiyskiy paroglarimiz mavjud Sardorbek aka. Brendoviy sumkalarimiz hamda bitovoy texnikalarimiz mavjud. Iftorga kichkinagina yana bir sovg'amiz bor. Har bir mijozimizga og'iz ochish uchun bizni yana bir 9-sovg'amiz ham mavjud. Bu ko'rsatib bemalol o'tishingiz mumkin. Mijozlarimiz uchun qo'yib qo'yganmiz. O'yinlardan, tifaldan tortib televizorgacha bor, ya'ni. Mana bu yerda mana Ramazon oyi uchun alohida yana sovg'alar. Yana bitovoy texnikalarni to'ldirib qo'yamiz. Bu shu oy uchun edi. Yana bu oydan ko'rishingiz mumkin. Bitovoy texnikalarimiz mijozlarimiz uchun tayyor holatda bo'ladi, ya'ni. Ma'lumot uchun rahmat. Pastda raqamlarni qo'yamiz. Endi Albatta. kundimi, kechdimi dedik, kechalari bilan bu yog'iga endi bemalol biz xalqning xizmatidamiz. Kelib, xarid qilsinlar yoki internet orqali ma'lumot olsinlar, hammasiga menejerlarimiz javob berishadi, ya'ni. Pastda raqamlarni qo'yamiz. 724 aloqaga chiqsangiz, menejerlar qaysi modelda xarid qilmoqchisiz, necha pul borligini aytsangiz, chiroyli qilib hisoblab berishadi. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Kelganda kutib olish, yaxshi ma'lumot sovg'a jo'natish siz tizimingizda qolyapti. Hammani Qarshi shahridagi Haval avtosalonida kutamiz. Manzil o'sha Nasaf avtomobil bozori ro'parasida kelaveramiz. Rahmat amaga.